Bir kishi aytadi, inson o'zidagi ujubni, o'zidagi kervozlikni o'ziga baho berishini tuzatmoqchi bo'lsa, 4 ta narsaga e'tibor bersin deydi. Mana diqqat qilasizlar. An yara at-tawfiq min Alloh ta'ala fa idza ra'a at-tawfiq min Alloh ta'ala fa innahu yashtaghilu bi-shukr va la yajibu bi nafsihi. An yazura an-na'ma allati na'ama Alloh biha alayhi fa idza nazara fi na'maihi ishtaghala bi-shukri alayha va istaqalla amaluhu va la yajibu. Mana sizda bir sifat bor. Pulingiz bor qo'lingizda. Shu pul bilan kerilyapsiz. Siz qarang, bu pul kimniki o'zi? Birinchi e'tibor bering, sizdagi bor narsa, sizni keriltirayotgan, sizni gupirtirib olayotgan narsa kimniki o'zi bu? O'zimiznikimi? Bu pulni kim berdi? Alloh berdimi? Qanday qilib Allohning narsasiga siz kerilasiz? Tasavvur qiling, birovning men olgan mashinasiga siz kerilmaysiz u. Xuddi birovning yegan ovqatiga sizni qoningiz to'ymagandek. To'g'rimi? Birov chiroyli qilib Qur'on o'qib bersa, siz kerilmaysiz, siz o'qimadingiz uni. U qori o'qidi uni. Sizni pulingiz boshqalardan gupirtirayotgan bo'lsa, mashinangiz chiroyliligi boshqalardan ishlayotgan bo'lsa, qarang, bu mashina kimniki o'zi aslida? Allohnikimi? Agar bu ne'mat Allohligini eslasangiz, sizga vaqtincha berilganligini eslasangiz, shunga shukr keltirish kerak deysizda, kerilmaysiz. Sizniki emas-da u. Yo siznikimi? Ikkinchisi, shu pulingizni xayriyatga sarf qildingiz. Yoki shu mashinangiz bilan odamlarning xizmatini qildingiz. Hech kim qilmadi, mana tikosi borlarni tashab qo'ymadi oshnani adirga. Men Mercedes bo'lsa ham, benzinni ko'p ichsam nima qildim? Tashab qo'ysa bo'ladimi tikosi borlar? Benzin rasxod ozir, lekin men Mercedesim bo'lsa nima qildim? Tashab qo'ydim. Tushib kelyapti, o'zimga o'zim baho berib kelaman. Mana hech kim qilmagan ishni nima qildim? Qilib qo'ydim. Shunda ikkinchida olishga tushsin. Shu ishni qilishlikni Alloh sizga berdi tavfiqini. Agar siz qilmaganingizda boshqasi tashab qo'yardi ekan, lekin shu savobni olishlikni imkonini kimga berdi? Sizga berdimi? Bugun Mercedesda chiqib ketish bor edi ekan, mashina jo'raysiz. Siz olib chiqmasangiz, nariga Mercedes bor nima qilardi? Uni siz olib chiqib tashamadingiz. Alloh sizga izn beruvdinglar bo'ldi. Nimaga kerilasiz? Uchinchi dorisi. Xo'p, tashab tushdingiz. Allohdan ham dedingiz. Allohning mashinasi ham dedingiz. Alloh tavfiq ham berdi dedingiz. Bir ikkisi bo'ldi. Uchinchisi turibdi. Hali qabul qiladimi buni Alloh? Hajga borib keldik. Qur'on o'qiyapmiz, taravih o'qiyapmiz, mana akalar roza tutyapmiz. Hali savol bu. Va amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Biz xursandligimiz bir mahal bo'ladi akalar. Kitobimizni o'ng qo'limizda olganimizdan keyin xursand bo'lishga haqqimiz bor. Ungacha xursand bo'lishga hech qanaqa sabab povut yo'q. Chunki aytayapmiz mana, Banu Isroildan bittasi 70 ibodat qildi, aka-uka omonat bo'lgan singlisini berdi, uni zino qilib o'ldirib qo'ydi. Zo'r ibodatxon bo'lgan rohib shayton keldi-da, menga iymon keltirsang, seni qutqarib qolaman dedi. Senga iymon keltirdim dedi. Qola inni bariyun minka inni axafulloh robbil alamin. Vasa oborib turib o'limga. Shu yerda kofir qilsa shayton, men sendan pokman, men ham Allohdan qo'rqaman. Shunday surib qo'ydi. 70 yil qilgan ibodat qayerga ketdi? O'shuning uchun bu o'qiyotgan namozimiz, bu o'qiyotgan taqvoimiz hali xavotir akalar. Qabul bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Nechta bo'ldi dorisi? Nechta oldi? 3 ta bo'ldi. Uyqusiramaylar. Va to'rtinchisi mana yana bitta savol. Mashina Allohniki ekan. Bu mashinani yaxshilikka yo'l beradigan tavfiq nima ekan? Allohniki ekan. Qabul qilish Allohning qo'lida ekan. Bizda nima bor unda? Ishni bizniki. Bormi biror narsa? Biror narsamiz bormi? Shaxsan o'zimizniki? Ko'zni Alloh bergan, pulni Alloh bergan, ixtiyorni ham Alloh bergan. Bormi boshqa nima bizniki shaxsan bizga? Masalan, mana Alloh bergan. Mana ham Alloh bergan.
Qolni ham Alloh bergan. Aqlni ham Alloh bergan. Harakatni ham Alloh bermasa bo'lmaydi. Bitta ish bor, shaxsan bizniki. Bu gunohimiz. Gunohni Alloh bermaydi, biz o'zimiz qilamiz uni. Xo'p, bizdagi hamma yo'q Allohniki ekan, bizdagi narsa bilan kerilish mumkin emas ekan. Nimamiz bizniki ekan? Kelinglar, shu gunohimiz bilan kelaylik agar kerilish bo'lsa. Inson ana shu kerilishlik degan kasal yo'q bo'lishligi uchun qarasin-da, o'zini qilgan gunohidan boshqa hamma narsani Alloh bergan. Ixtiyorni ham, aqlni ham, savobni ham, boshqani ham. Bo'pti, men manaqa yomon odamman, men manaqa bir xunuk fe'llarim, manaqa rasvo sifatlarim bor deb uni yashiramiz-a? O'zimizning narsamizni yashiramiz u Alloh bergan narsani o'zimiz nima qilamiz? Yuqoriga ko'taramiz. Demak, birodarlar, agar qalbimizda mana shunday bir kervozlik, boshqalarni o'zimizni ustun tutishlik, boshqalardan baland tutishlik sifat paydo bo'layotgan bo'lsa, esimizdan chiqmasin. Birinchi dorisi, bizni keriltirayotgan bu pulimiz, bu ilmimiz, bu mashinamiz Allohniki. Bu birovning narsasiga kerilib bo'lmaydi. Ikkinchisi, agar shu qo'limizdagi narsani yaxshilikka sarflab turib kerilayotgan bo'lsak, Alloh yo'l beruvdi, nima qilyapmiz buni yaxshilikka? Uchinchisi, bu qilgan yaxshiligimizni Alloh hali qabul qildimi, qilmadimi? Bu savol bu. To'rtinchisi, gunoh bizniki. Agar kerilish mumkin bo'lsa, kelinglar shu gunohimiz bilan kerilamiz.